Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 15-sentyabr 2025-yil aziz tomoshabinlar. Zafaroboddagi ishimiz ham xudo xolasa qariyb o'z nihoyasiga yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Sifat kачество birinchi o'rinda aytganimizda mana ko'ringlar. 3 ta kosmos bo'lgan bu tomonga. Bu tomonda 2 ta kosmosimiz bo'lgan. Bu tomonda esa 5 ta kosmoscha bo'lgan mana ko'ringlar mana. Ichiga hammasiga podsvetka qo'yilgan. 7 xil rangda yonib turadi kechqurun. Sifat kачество birinchi o'rinda, eng asosiysi bu yerda nima? Mana shu devor ko'kdagi dumaloqni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana karnizni ko'ringlar, mana karnizimiz bir xil aylanib ketgan. Devor ustiga ham shapka chiqarganmiz buni. Urg'ini bir xil aylanib kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa chiroyli qilib berdik ekanmiz uyga. Juda ham ajoyib bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 tomoni shunaqa fasonda bo'lgan, yangi fasonda. Devor ustini 35 cm chiqizib, mana shu holatga keltirib berganmiz buni. Ko'ringlar. Mana urg'ini bitta ketyapti. 35 cm chiqqani o'xshi, karnizdan keyin qolgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa nima xizmatlar bo'lsa biz doimo xizmatdamiz. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shinglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, hech bo'lmasa kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qoldiring. Xudo xolasa biz sizlar uchun xizmatdamiz. Doimo tan joninglar sog' bo'lsin, like bosgan qo'llaringlar pul sanashdan to'xtamasin.